Qora paket bering aka. Duo qilasiz. Kasb somsasini yeylik deb bir ayting, isomga qilasiz. Buni qoldiramiz. So'mga boshlandi. Yaqinroq. Avvalambor assalomu alaykum aziz. Yo'q, to'xta. Qani hozir to'g'ri qilasan. Sen boshla. Ko'rgan odam bunday qilib ko'radimi, bunday qilib ko'radi. Ha? Boshladingmi? Avvalambor assalomu alaykum aziz. Do'stlar, aziz tomoshabinlar, ko'rib turganlar. Bugun biz mehmon bo'lib Kasb tumaniga va shogirdimizni xursandchilik kuniga qadamlarga kelgan edik. Mana u yoqdan chiqib osh berdi, qizlarni uzatdi. Xizmatda bo'ldikmi, chiqayotganimizda bizni mana shu dargohga taklif qilishdi. Somsaxona bor ekan bu yerda, juda ham maza qildik, juda ham ajoyib. Mana shu somsapaz akamiz Fahrin akamizni mana qo'llari dard ko'rmasin. Fayzga Allohim fayz berib, Xudo xolos topgan tutgan yerlarda fayz barakasini berib, xursandchiliklarga nasib qilsin aka. Mana farzandlar, farzandni bir o'g'lingiz bor bilan shu o'g'lingizni baxtiga sizlar baxtiga shu o'g'lingiz, farzandingiz sog' salomat bo'lishib, hamma shu qadam rajda qilganlarga Alloh yor va madadkor bo'lib, xursandchilikda ko'rishsin. Alloh akbar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat. Mayli, to'g'ri kelinglar. Ben Samsadan ham lavha. Endi uni Rahmat. kelinglar mana. Rahmat. Bolalarga rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.